Assalomu alaykum aziz opa-singillar. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlarga ajoyib darslik tayyorlab qo'ydim. Mana bunday jurnallardan to'qish sxemalari desam ham bo'ladi. Qanday o'qiladi, sxema bilan qanday to'qiymiz, shuni ko'rsatib bermoqchiman. Kamerani ozgina yaqinlashtiramiz. Mana bu birinchi o'tgan darsimiz zanjir olish. Bu воздушный петля deyiladi. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi mana. Mana bunisi esa соединительный столбик hisoblanadi. Buni biz o'tdik. Nakitli petля hisoblanadi. Keyingisi соединительный столбик bu. Yarim naqada olinadigan stolbik hisoblanadi. Bunisi polustolbik. Bu ikkita nimadan aylantirsak, bunisida yarim ustuncha hisoblanadi bu. Men ko'rsatganimdaqa ikkita zanjirimizda ikkita chiziq hosil bo'lganda, ikkalasidan ham birdaniga olib o'tamiz deganni mana ko'rsatib qo'ygan strelka bilan. Bunisi nakitli ustunchalar. Bunda bilasiz, 2 marta aylanib, birinchisidan mana kurchogida ikkita hosil bo'lganda, birinchisidan bir olib, ikkinchisidan yana bir olinadi. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Mana shunday chiziqcha bilan belgilanadi. Keyingi nimani ko'rsataman sizlarga. Mana kamerani yaqinlashtiraman. Dumaloq zanjir, nakitsiz ustuncha, yarim nakit ustuncha, nakitli ustuncha, ikki nakitli ustuncha. Biz mana shu yergacha o'tdik. Bugun sizlar bilan oxirgi darsimizda rezinka o'rgangan edik. Kommentariyalarda yozishibdi, Telegram kanalimizga yozishibdi. Bunaqa ko'paytirish va kamaytirishni ham o'rgating deb. Endi bugun sizlar bilan chok davomida petlalarni qanday ko'paytiramiz, qanday kamaytiramiz, shuni ko'rsatib o'taman. Buning uchun bizga ip 1,5 raqamli kurchok kerak bo'ladi. Ipni havodan petla olishdan boshlaymiz. Mana zanjir olyapman. Mana ustunchalar havodan petla oldim. Endi bunga hozir bizda ko'rsatib o'taman. Mana birinchisiga kirib to'qib olamiz. Ikkinchisida mana ko'paytirishni ko'rsatib beryapman hozir sizga. Shuni men ko'paytirish degani bitta zanjir ichiga 2 marta kirib to'qiymiz. Mana bir marta kirdim. Mana yarim nakit olyapman mana. Oldim, mana bir marta to'qidim. Endi ikkinchisida yana xuddi shu ishni takrorlaymiz. Ikkita hosil bo'ldi, ikkalasidan ham oldim. Mana. Bu asosan gul to'qiganimizda yoki narsalarni yonini o'qiganimizda ko'paytirish bizga kerak bo'ladi. Qator oxirigacha shunday qilib to'qib boramiz. Mana bitta, mana ikkita. Hozir bu yerda faqat ko'paytirish bo'lgani uchun mana shu ko'ryapsiz, ko'paygan sari dumaloq unga kelib qolyapti. Lekin bizda birdaniga bunaqa ko'paytirish bo'lib ketmaydi. To'qish jarayonida bitta to'qib, bitta ko'paytirish
ko'paytirish bo'ladi. Korzinkalarda, misol uchun, yumshoq o'yinchoqlar to'qiyotganda dumaloq boshini ularni to'qiganimizda bitta to'qib, bitta ko'paytiramiz, ikkita to'qib, bitta ko'paytiramiz. Shunaqa bo'lib ko'paytirib birdaniga anaqa qilsangiz, bu dumaloq qanaqadir ko'ylaklarning tagiga pirpiraylar hosil qilmoqchi bo'lsangiz, balankalar hosil qilmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa nimadan foydalansangiz bo'ladi. Birdaniga bittaga ikkita kirib, mana shunaqa qilib to'qib ketiladi. Mana oxirgi anasi 3 qator to'qidim. Bitta to'qib, bitta ko'paytirib, mana bitta to'qib, bitta ko'paytirdim. Mana ko'paytirganingizda boshida to'qiganim to'g'ri edi. Endi mana shunaqa dumaloq yarim avval hosil bo'ldi. Mana bunday qilsangiz dumaloq ham bo'ladi bu. Mana bitta to'qib, bitta. Agar hammasini ko'paytirib ketsangiz, u juda ham jingalak bo'lib qolar ekan. Mana shunday holatda ko'paytirish bo'ladi. Endi ko'paytirish darsi tushunarli bo'lgan bo'lsa, sizlar bilan kamaytirishni tushuntirib bermoqchiman. Mana bu to'qigan avval yarim nakitli ustunchalarimizga ulab olamiz. Mana birinchi petlaga mana kurchoyda aylantirib birinchi ustunchani olamiz. Mana endi ikkinchisiga shuni o'zida ko'rsatib bermoqchiman. Mana bittaga kirdik, ipni chiqarib olmasdan ikkinchisiga kiramiz. Mana ikkalasini birdaniga olamiz. Endi bittasini shunday oddiy to'qiymiz. Bitta to'qib, bitta kamaytirib ketaman. Ko'ringlar, mana bittaga kirdim. Ikkinchi zanjirga ham kirdim. Uzr. Ilib qoldi. Mana ikkinchi zanjirga ham kirdim. Endi mana shu uchalasidan birdaniga chiqamiz. Mana shu bizda kamaytirish bo'ladi. Yana ko'rsatib beraman tushunarli bo'lishi uchun. Mana bitta zanjirga kirdim. Yonidagi ikkinchi zanjirga ham kirdim, ipni chiqarib olmasdan. Endi ikkalasini birdaniga olaman. Mana bittaga kirdim. Mana ko'rdinglar, ipni chiqarib olganim yo'q. Ikkinchi zanjirga ham kirdim. Mana shunday qilib chiqarib olamiz. To'liq qoidasini aytib o'taman. Ko'paytirishda bitta zanjir ichiga 2 marta kiramiz. O'sha 2 marta kirib ko'paytiramiz. Kamaytirishda ikkita zanjirni bittada olamiz, o'sha kamaytirish bo'ladi. O'ylaymanki, darslar sizlarga tushunarli bo'ldi. Qanaqa tushunmagan joylar bo'lsa, Telegram kanalda yoki kommentariyada yozib qoldirsanglar, albatta javob beraman. Sizlar bilan keyingi darsda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.